Uy sharoitida juda ham oson tayyor bo'ladigan tovuq go'shtli non tayyorlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib non uchun xamir qorib olamiz. Sut, suv, duraja, shakar, tuz, sariyog' hamda bitta dona tuxum oqini solib, shunaqa o'rtacha qattiqlikdagi xamir qorib olamiz. Nonimizni ichiga tovuq, sir, piyozni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. To'g'ralgan mahsulotlarimizga zira, tuz, paprika, murch hamda zaytun yog'ini qo'shib aralashtirib olamiz. Yarim soat xona haroratida tingan nonimizni xamirini 240 grammdan zuvala qilib uzib olamiz. Zuvalaga yana 20 minut dam berib, keyin yoyishni boshlaymiz. Yupqa qilib yoyib olgan xamirimizni ichiga farshimizdan solib, videoda ko'rsatilgandek qilib yopib chiqamiz. Ishlatilgan barcha mahsulotning grammlari hamda etishga ulgurmagan barcha ma'lumotlarimizni video ostida yozib qoldiramiz. Yaxshilab hamma yog'i bir xilda yopilgan nonlarimizni orqa tomonidan o'g'irib, tuxumni sarig'iga bir qoshiq sut qo'shib yaxshilab aralashtirib, nonimizni ustiga surib chiqamiz. Ustiga kunjut sepib 170 gradusda qizib turgan pechimizda 20-25 minut davomida pishirib olamiz. Nonimizni xamirini o'zi mazali, uni ichidagi tovuq bilan sirli kombinatsiyasi o'zgacha yo'g'inlik kashf qilgan. Agar bunaqa nonni yeb ko'rmagan bo'lsanglar, albatta bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.